Arkadaşlar, assalomu alaykum obunachilar. Xiva Zlatosa gilamlarında aksiyamizni yana davom ettiribmiz. Obunachilarimizga xalqimiz uchun ajoyib g'olibni yana aksiya qilamiz. O'zbekistonda aksiya bo'lmagan xalqimiz uchun aziz do'stlar, bir g'alaga bir g'al emas, bir g'alaga kerak bo'lsa 4 g'alni qo'shib beramiz. 2 million 900 ming so'm 3,5lik xarid qilasiz. Yana 3'e 4'ten 3 g'alni, 2'ye 3'likdan 1 g'alni podarkasini olib ketaverasiz. Aytilgan gapimizni xudo xolasa tendan chiqamiz. Bugun 8-fevral 2026-yil. Aldash bizda yo'q. Aytganimizni aytib, xudo xolasa ishlaringizni bitirib beramiz, ko'nglingizdagini aytib. Kelaverasizlar, optimum narxlarda beramiz.